Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'idan video obzor boshladik do'stlar. Xunojillar bor, sotiladigan chiroyli. Sigir qilishga tavsiya qilinadigan xunojillar do'stlar. 18-avgust haftaning seshanba kuni 2026-yil. Ko'rib tanlab olaveradigan joyi biz o'sha Sirojiddin hoji akamiznikiga kelganmiz. Xunojillar narxlarini chiroylab aytib bersa, yoqqaniga aloqaga chiqib savdo qilib olaverasizlar. Ha hoji aka. Ha, yo'lida molla. Qalaysiz? Zo'r. Keldingizmi? Ishlar yaxshimi, tuzimsiz? Qo'shilib ketdi xunojillar bari bir-biriga. Xo'p, necha bosh xunojin sotuvda aka? 4 bosh xunajin, 2 bosh buqa. Buqalar ham sotiladimi? Buqalarni ham sotib-o'raveramiz. O, ada bir bosh semental turibdi, sementalchi. Uni pulini kelishib bo'lsa-guni ham sotib-o'raveramiz. Bo'g'oz 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Hozir xunojillarning ma'lumotini beraveraylikchi, oxirida ko'rsatib qo'yamiz, bo'g'oz demamiz. Xo'p, xunojillar parodasi qanaqa bo'lardi? Rossiyskiy bo'lsa bunisi rossiyskiyga Golishtinda Gibrid. gibrid. Hop. Taglari zo'r. Taglari zo'r hammasi. Qani aylantirib ko'rsating aka. Narxlar yo'lda bulan. Narxlar yo'lida. Ko'ringlarchi, yo'qsa savdo qilib olaverasizlar. Shoxlari ham shu oldiga qaragan chiroyli shoxlardan ekan. Hammasi shox bormi xunojillarda? Xunojillarki bor. Xunojillarki bor. Buqalar nima, to'qol. Buqa izlaganlarga buqalar ham bor. Nechta buqa? Ikkitasi Bushovskiy bilan mana shu gibrid buqa. Mana shu ikkalasi buqa ekan. Xunojillar narxini aytaveramiz, a? Ko'p kutib qolmasin tomosha qilib turganlar. Xunojillarimiz Narxlar qanday ham bo'ladi? alohida aytaylik. Jub aytaylik, endi hamma ham bir joyda ola olmasligi mumkin. Mana shu ikkalasini aytaylik bo'lmasa, kattarog'i. Aha. Ajrab qo'ying. 25 milliondan. 25 dan. Aha, ikkalasi. Kami bor. Bo'ylari Kami bor, nechi kilo? 120 oshiq, 120 ga o'lchab olaveradi ikkovini. 120 plus minus, ha? Aha. Yelkasini aytyapmiz-da endi. Ha, yelkasi. 120 lik xunojillar narxi sal tushib qo'ydi. Nechimiz? 25 dan devoryapmiz. 24 dan qilib beramiz. 24 dan 48. Talla bo'lsa ajratib olaman deganlar. Endi tanlashiga qarab-da, 500 ming yag'i bag'i bo'lib qoladi. Qaysi qimmat? Qorasi qimmat. Bo'ldi. Ko'raverasizlar ekan, narxini kelishib olaverasizlar. 24 dan jupiga baho aytildi, ajratib olishga qorasi 500 ming qimmatroq ekan. Lekin bunisi ham qoradan suyagi kattaroq bu molni, faqat sal mehr talabroq ekan. Sal ozg'inroq, ha. Kallalar ham chiroyli splashda. Bu ikkalasichi? Ajratdik shu yana shu keyingi xunojillar. O'sha yerda qolsin bular, o'sha hozir ko'rsatadiganlarimiz nariga o'tib ketaversin. Bu ikkalasi, O, qochishga ham kelib qolibdi shekilli o'zi. Ha. bu ikkalasini 22 dan bir joyga. Men so'ramayman, birovlar kelishtirib aytaverasiz. Ozman so'rab oladi har doimlar. Ha, yo'lida qilib beramiz. Xayri bor. 22 dan kam bor. Yosh oyligi necha oylik bormi? 5 oy, 6 oylik biz, 6 oylikda ana. Bularni bo'yicha 120 ga bormaydi. Bular 15. Biri 10 plus, biri 15 atrofida. Ko'rib imkon bo'lsa kelib ustida ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Taglari zo'r. Biz ko'rsatib beraveramiz. Taklif bizdan, tanlovchilardan. Bunisini oling, unisini oling deb hech kimni majburlash yo'q. Kelib ko'rasiz. Yo'qsa, sifati, narxi yoqib qolsa, savdo qilib olaverasizlar. Dastlabki ham qilib berasizmi kelishilsa? Jup olganga dastlabga bor. Endi alohida olganga shu 15-20 kilometrga bor dastlab. Jup olib qolsa qayergacha bor dastlabkasi? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab jupiga ikkita ikkita olinsa, yetkazib beraverasiz. Yetkazib beramiz. To'ralasini bir joyga Samarqanddan so'rab qolsa nima qilish, yetkazib berasiz? Dastlabga qilib beramiz. Dastlabkasi ichida beraverasiz. Buqalarni ham ajratingchi, ko'rsatib qo'yagan, buqalarni ham ishqibozlari bordir bularda. Jonivorlar. Buqalarni ko'rganimga ancha bo'ldi, ancha polvonlashib ketibdi. Ha, buqalar Haqiqiy charchoqlar chiqib, polvonlashib ketibdi. Buqalar nech puldan berib beramiz bular? buqalarni 23 milliondan tallab olaversin. 25 dan tanlab olishga. Jupiga olsa nech pul bo'lsin? Jupiga olsa 22 dan qilib beramiz. Dastlabkasini ham shunday qilib beramiz. Tanlab olishga 22 deb qo'yak, jupiga sal yana ham tushib aytib qo'ying aka. Bo'laveradi. Tallab olishga 22, jupiga 21 dan beraveramiz. Qaysi qimmat o'zi buni men ko'p bilmayman. Qimmat. Qorasi ko'proq qimmat, a? Qimmatroq. Qorasi ko'proq qimmat ekan men. Ko'ringlar, 22 millionga ajratib olaman deganlarga 22 ga 22 bu, 21 bunisi savdo qilib olaversin. Bo'laveradi? Bo'laveradi.
Mana do'stlar, ko'ringlar, yoqsa bulardan bo'yi 120 ga borib qolam. Boradi. 120 yosh oyligi o'sha 6-7 oylik atrofida. Go'sht yo'nalishiga bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi gibridni zotga ko'pchilik qo'shmaydi, lekin Bishovskiy qo'shsa bo'ladi. Xo'p aka, narxlarni aloqaga chiqsa, kelishtirib beraverasiz. Telefon raqamini aytib qo'ying. 91lik 91lik 141 141 66 11. 66 11. Git düşelmesine bitta Yusel numarimiz ham bor. Aytib qo'yamiz. 94lik Aha. 098 66 11. Telefon raqami ekranda ham bo'ladi. Aloqaga chiqib bemalol savdolashaverasizlar. Kelishib qolsa dastavkalari bor. Kelib ko'rib olaverasizlar. Muhojirlar biz ko'rib turibmiz, bir aybi nuqsoni, bir oyoq qiyshig'i yoki ko'z og'rigani ko'ringan yo'q. Hamma joyida ekan, lekin pul sanagan odam o'zi uchun ham kelib ko'rib olsa zo'r bo'ladi degan fikrdamiz. Garantiyalari bor, ha, bemalol. Yo'q, do'stlar, bir bosh bo'g'ozi bor. Sirojiddin hoji akamizni bo'g'ozini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bulardan boqyapsizmi kattalar, ko'rsatib ko'ring. Ha, endi bularda sotilmaydi lekin. Yetilay deb qoldi bular. Sentyabrda sotamiz ishqoziga. Yo'q. Obunachilarimiz kutib turaverasizlar mana. Haqiqiy fildan sal kichikroq bo'g'ozlar yetilyapti. Birinchi qoringa hammasi bo'g'ozlar mana 6-7 oylik bo'ldi. Yetiladi hadi bu. Aka, sementalmi bu? Shu sementalga gibridlar, semental demaymiz. Aha. Birinchi qoringa bu? Birinchi qorin 8 oyga to'lib o'tdi. Polvonidan. 10-sentyabrlarga 9 oy bo'ladi. 10-sentyabrlarga 9 oy. Aha, to'ladi. Demak, qancha qoldi? Bir 20 kundan beri qolyapti. 20 kun oshiqroqda. 3 hafta qoldi. Kuragi bormikin, kurak? Kuragini to'shni ochib ko'rganim yo'q lekin. Kurak chiqargan bo'lsa kerak, asl boyaga yetib qochgan ekan, polvonligi zo'r, ko'z tuymas. Sog'ligi, yeb ichishi, yuvoshligi mana garantiya. Necha pul so'rayapsiz bu bo'g'ozga? 60 million, kami bor. Yaqinlat, siylab. 58 million. Yana Aytib qo'ya olay. Dastavka ichida O'zbekiston bo'ylab. 55 lar deyorsak bo'lmaymi Yo'q, so'rayapsiz? 55 gacha. Ha bo'lmasa siz 58 dan tushyapsiz. Ha, Akam, kami bor. Ishqibozlar chiqib qoladi. Sen kelishtirib aytaman, 58 desangiz bu mujjoli buni shu 55 tepasida deb o'ylaydi-da. 55 tadini keltirib qo'ying, ishqibozlar aloqaga chiqadi. Nima deysiz? 56 million bo'ldi. Gap yo'q. 56 million kam bor, kelishib qolinsa? Aha. Dastavkalar bor. Dastavkalar bor. Bitta o'zini olsa ham vodiy bo'ylab yetkazib berasiz. Vodiy bo'ylab bitta o'ziga bor, tog'dagiga kelishilgan holda dastavkasi. Hurmatli tomoshabinlar, bo'g'ozni bo'yi 1.45. oldi shu aytaveraymi o'zimni fikrimda aytaveray. Aytaveram. Oldi 1.35 bo'lsa, orqasi 10 sm baland bo'ldi. Orqasi o'sha 1.40 tepasida, oldi 1.35 ga xotirjam olaverasizlar. Endi men o'zimni fikrimda xolis aytib qo'yapman, yana kelib ko'rib olaverasizlar. Lekin polvonligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uzunligi, polvonligi Yuvoshligi zo'r ekan. Yuvoshligi JJ'da. tutaklari 4 ta. Ishtahalari zo'r. Ishtahasi zo'r. Yo'q, 56 million kam bor. Telefon raqami ekranda, ishqibozlarni aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar. Bitta like bosib kelaverasizlar. Hammaga omad.